tog'am, mana shu tangalarni masjidga yig'uvdim. Nima deysiz? Masjidga yig'ib olib keluvdim. Gap yo'q, baraka toping. Mashinani masjid uchun yig'uvdingizmi qachondan beri? Yangi masjid qurilsa, beraman deb yig'uvdingizmi? Nechinchi sinfsiz? 5. Baraka toping. Assalomu alaykum, xayrli kun hammaga. Xudo xolasa mana Qo'qonboyimizda yangi qurilayotgan masjidini ishlari juda jadal davom etmoqda. Hamma mashina hasharda kelib qo'yasizlar. Azam tog'am, mana shu tangalarni masjidga yig'uvdim. Nima deysiz? Masjidga yig'ib olib keluvdim. Gap yo'q, baraka toping. Mashinani masjid uchun yig'uvdingizmi qachondan beri? Yangi masjid qurilsa, beraman deb yig'uvdingizmi? Nechinchi sinfsiz? 5. Baraka toping. Alloh umringizni, rizqingizni barakotli qilsin, iymoningiz doim hamroh qilsin, iffat bilan kifoyani bersin. Ha, sizni mana shunaqa katta qilishgan ota-onangizga rahmat. Mana shunaqa yoshlarimizni qaranglar, biz kattalarga uyat. Yoshlarimiz masjid uchun mana shu pulni har kun bittadan ota-onasidan olganmi yo maktabga olganmi? Nima qilgan, kim bergan bu pulni? Ayting. Dedam. Maktabga ishlating deb berganlarmi? Ha, masjid uchunmi? Mana o'g'lim masjid uchun yig'asiz deb mana shu jiyanimizni otalari bergan ekan, otalariga rahmat. Masjid uchun mana shu masjid qachon qurilsa, yangi masjid, mana shu pulimni yig'ib masjidga olib topshiraman degan ekanlar mana. Hammani qalbida bo'ladi ehsoni, ko'nglida bo'ladi. Bu qalbi ochiq, ko'ngli ochiq insonlar, ko'zi ochiq insonlar, qalb ko'zlari ochiq insonlar mana shunaqa harakat qilib qo'yadi. Biz ham hali vaqt bor, harakat qilib qo'yamiz. O yosh qara, bu masjidning qurilishiga yoshman hali, qariman deyish shart emas. Mana kichkintoy maktab o'quvchilari ham harakat qilib qo'ygan ekan, qalbida bo'lgan ekan. Ertaga masjid qurilsa, o'zimni hissamni nima bilan bo'lsa ham qo'shaman deb harakat qilgan ekan. Mana tanjoni sog' bo'lsin. Mana 1 kilolik banka, примерно 1 kilolik bankada to'la mana shu qanchalik bu? Bu pul 1000 so'mlik ekan-a? 1000 so'mlikmi bu tanga? Mana 1000 so'mlik tangadan yiqqan ekan. Masjidga beraman deb. Baraka topsin. Mana Xudo xolasa ehson ekan. Xudo xolasa buni hozir masjidga olib kirib beramiz. Boshqalar chiqib qoladi-yu. Ha, buni chiqishlar ham buni qiymati, oy, qiymati jannatda Parvardigor huzurida bo'ladi buni qiymati. Buni o'g'irligida emas, buni qiymati Xudo xolasa jannatda Parvardigorning mukofoti bo'ladi. O'shanda ko'rib qo'yarsiz. Baraka toping.